Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugun 28-aprel dushanba kuni 2025-yil. Biz Qo'qon bozoridan ko'rsatyapmiz. Hozirgi vaqtda bu bozor haftani dushanba, juma kuni bo'ladi. Ertalab 4:30-5 ta boshlanadi bozor. Kunduz 12 ga bozor bo'lyapti. Bularimiz nech puldan aka? Klientlarga 22 ming qilib beryapman. Ularga ham qilib beraveramiz. 22 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. Pachka narxi? Pachka narxi. Donaga ham sotasizmi? Yo'q, donaga yo'q. Xo'p, pachka sotilar ekan. Bu oxirgacha bitta narsa, bir xil narsa. Bir xil, ha. Narxi ham bir xil, razmerlari ham bir xil. Pachkada ikkitadan. Necha yoshga tushadi bu? 2, 3, 4, 5 ga. Yaxshi. Materiallari Singapur ekan. Bu tarafdagilar qanaqangi? Hammasi bir xil, faqat rasvetkasi. Bular ham o'sha bir xil ekan. Narxi ham bir xil, razmeri ham bir xil. Rasvetkasi. Rasvetkalar ekan xolos. Mana. Xo'p. Bu tarafda qanaqangi? Bir xil narxi bu. Bu ham narxi bir xil, bu. Razmer ham bir. Hozir sizda bitta narsadan ekan, hammasi. Yaxshi. Faqat pachka sotiladi. Pachkada ikkitadan, ha? Ikkitadan, ikkita razmer. Telefon nomeringiz 91lik 91lik 737 737 78 34. 78 34 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulotlardan kerak bo'lsa. Har xil ranglardan bor ekan mana.